Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yana biza Kitob tumanidagi Alakan darvoza sexiga yetib kelganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bizga kecha kunduz ish bo'ladi har kun. Hozir ustolardan iltimos qilib ishni to'xtatib video qilyapmiz. Xo'p, bu yerga tayyorlanayotgan darvozalarni hozir sifatini, narxini qisqagina sizlarga video obzorcha qilib beraman. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilib so'raverasizlar. Men telefon nomerlarini yozib qo'ydim. Alakan nomerlarini. Yaxshimisiz Alakan? Assalomu alaykum. Xo'p, ishlar qanday bo'lyapti? Nima yangiliklar bo'lyapti? Yangiliklar bahor keldi mana, xudo xolasa. Havolagitda yomonligi uchun darvozalarga yig'ilib qolgan. Xudo xolasa mana bugundan quyosh chiqdi, ertadan kraskalarni boshlaymiz bugun to'xtalab. Havo sovuq, kraska bo'lmaydi. Shuning uchun ham ketmay turibmiz. Faqat yasash ketyapti, so'rta ishlar. Xo'p, bu ko'rib turgan darvozamiz. Bu 3 qavatli darvozamiz. Xudo xolasa mana bu yo'llarga lazerlar bo'ladi, tepa qismlariga ham. Hali bu yarim tayyor. Ha. Endi malarka ishlari kiryapti. Ishlarni germetik qilgandan keyin lazerlarni qo'yamiz. Bu endi kvadrati necha pul bo'lyapti? Buni kvadrati materiallari qanday? 1.500 ming olganmiz a. 2 kilik jeslar ishlaganmiz arxoligi. Arxoligi ham 2 kilik jes ketgan bakalab. Keyin ustiga profil naqsh ishlaysiz. Profil ishlaganmiz a. 4x4, 4x2, 2x2, 3x2 lardan ishlaganmiz. Mana bu yo'llari lazerli ishlarga o'tadi. Bular endi hammasi qo'l mehnat. Qo'l mehnati, varganza qishloqqa borib o'rnatamiz. O'shani hisobidan sal qimmatroq bo'ladi-da, qo'l mehnat. Qo'l mehnati, jeslar ham juda ham. Rasm ko'rsatasizmi? Tayyor bo'lsa qanday? Yo'q, rasmni ko'rsatamiz keyinroq. Keyinroq ko'rsatasizlar. Bu tomonga ham bular ham o'sha svarka ishi bo'lgan, malyar ishi qolyapti-da. Malyar ishlari ham bo'lganda, kraska sepishimsa, tepa qismlarini ko'rsatib, gruntov sepishimiz kerak mana shunaqa. O'sha orqa tomonga turganda gruntovga urilish kerak. Shunaqa. Ular necha bo'lyapti endi? Bular metr kvadrat 650 ming so'mdan chiqadi. Ular tayyorini ko'rsata olasizmi? Ko'rsatamiz buni. High-tech darvozamiz, eng ko'p yasaladigan darvozamiz ham bular. High-tech usuldagi. Ranglari ham shunaqa chiqadi. Eng ko'p so'ralayotgani. Shunaqa. Xo'p, bu necha pul bityapti endi egasiga? 7.8 ming shu atrofga chiqqan darvozamiz. 7.8 ming. Xo'p, endi bu tomonga qarab ketaveramiz. Bu darvozalarimiz ham shu bosmali darvoza. Bu darvozamiz ko'rinishi mana ko'rinishga bo'ladi mana. Bu ham tumbalari bilan chiqadi shu holatda. Ko'p so'raladigan high-tech usuldagi tumbalar. Skrom darvozamiz. Bular rangi qanaqa bo'lyapti? Bular rangi xidorat buni rangini shikala tanlagan egalari. Bu orqasiga turgan 5 metrlik darvozamizda mo'qi tanlashgan. Bu boya birinchi ko'rsatib o'tgan darvozamdan mana bunaqa uslubda yasaladi. Keyiniga 5 metr, balandligi 3.40 ga yasaladi. Bu 40 ga yasalyapti. Profillari oltilikda. Ha, profillar stenasi 1.7 stena, oltiga 4 profil, jeslar 1.3lik. Ikki yon taglari shivillarga bo'ladi. Tekshirib ko'rib olsa bo'ladi. Ha, bemalol kraskalar oldin hammasini chaqiramiz. Xo'p, bu tomonga bona katta darvozani turibdi-mi? Yo'q, bu boshqa darvozamizniki, buni xudo xolasa mana bunaqa uslubda chiqyapti, tumbalar bilan. Bu tumbali katta darvoza bo'lganda, bu necha bo'lyapti? Bu darvozamiz eniga 3.10, balandligi 2.90 ga yasaladi. Tumbalari bilan kattalashib ketadi. Bu chetidagi narishlar devorga o'xshatgan narsa bu. Kvadrat kiradi bu. U ham kvadratcha kirib ketadi, narishlar bilan. Telefon qilib so'rasa, rasmni taylab beramiz. Buni narxi qanday bo'lyapti? 700 ming so'mdan chiqqan buni metr kvadrat. Material ham shunga yarasha ketyapti-da. Orqalariga ham 1.8 lik jes qo'yganmiz. Ko'pchilik 1.2 jes qo'yadi. 1.8 likdan ishlaganmiz. Bu orqa tomoni bo'lyapti-da. Orqa tomoni. Devorga kiyadi. Bular hammasi shuni analar.
Xudo ertadan krasiv ishni boshlaymiz. Kuniga har kun o'linsa bitta emas, ikkitadan darvoza o'rnatamiz. Xo'p, bu tomonga mana. Bu korobkalar yarim tayyor. Bu boya ko'rsatgan 2 qavatli darvozamni korobkalari bular. Chetlari va zazorlarini ham yopib eganmiz, klientni nimasi bo'yicha. Ha, zazor uchun ham yana profil qo'yib o'tgansizlar-da, aylanib o'tgan. Hozir qo'shimcha qilganlar pulga to'lov qilganlar qo'yib eganmiz. Ochilib yopilgan payt Hovlini chiqarib ko'rmaydi. Mana shunday muxlislar yana qo'shimcha xizmat aytaverasiz. Bemalol to'g'rilab ishlab berilaveradi. Hammasi shiga yasaladi. Olib kelib sotilmaydi bu yerga. Yo'q, hammasi shiga. Olib kelib sotish yo'q mana. Hozir mana shu yerda o'ziga 5 ta 6 ta ko'ryapmiz-da, yarim tayyorlar. Yo'q, ko'p aka bu. Ko'p ha. Bu qisqa darvozamiz bor, hozir ikkitasini chiqaryaptik, ertalab. Xo'p, bu darvozamiz qanaqa bo'lyapti endi? Bu darvozamiz 290 ga, xo'sh 320, eni 290, balandlik 320, 6 million so'mga o'zimiz shu kitobga olganmiz sentrga. Top sentrga olingan. Bu ham o'sha hayti uslubdagi darvozamiz. Profillari ham qalin ekan. Tayyor bo'lsa qanday bo'lagan bu? Hayti uslubdagi mana bu darvozamiz chiqadi, tepa qismi bo'lmaydi. Xuddi shunday bo'ladi, tepa qismi bo'lmaydi. Tepa qismi bo'lmaydi, mana lazer joylari ham xuddi o'zinikidek bo'ladi. Havo aylantirish. Lazer joylari bor ekan. Xo'p. Zakaz olish jarayoni haqida yana bir bor aytib o'taylik. Zakaz olish jarayoni ko'pincha klientlar telefon qilib rasm tashlab bering deyishadi. Rasm tayyorlab bergandan keyin, rasm tanlashgandan keyin telefon qilib chaqirishadi. Borib rasmiyatni olib, o'lchovlarni olgandan keyin tayyor qilamizda. Boricha olamiz. Uzog'i 1 milliondan ziyod pul olmaymiz, 1 milliongacha olamiz. Qolganini oxiriga egalar qabul qilgandan keyin olamiz aka. 50% dan narsa yo'q bizga. Telefon qilaverasizlar. Kitob tumani Alakan darvoza sexi, mana shu eski Raddom deydimi, nima deydi? Eski Raddom Aziyash o'tish markazining yoniga. Tokir sex bo'yicha biz hamma bilamiz. Mana shu Tokir sexga kelaverasizlar. Bu ko'p yillik ustaxona. Adres bilmaganlar bemalol lokatsiya taylab bera olamiz. Lokatsiya ham taylab beraveradilar. Xo'p, bu darvozamiz. Bu darvozamiz eniga 4 metr, balandligi 350. Katta darvoza ekan-da. Chetlari ko'rib turgan zay nalishliklari bor. Mana bunaqa uslubga chiqadi xudo xolasa. Tepasi lazer bilan tekkalik qilingan bo'ladi. Shunaqa. Keling, joylarni ko'rsatib o'tamiz. Chasoylar, sharnirlari ham ushtalik ekan. Ushtalik, mana bu nalishni qo'yganmizda darvozamiz chetidagi zazorga 1 sm, 1,5 sm joy xolos, shularni yopish maqsadida old qismidan nalishni qo'yganmiz. Ko'pincha shunaqa anolar ham bo'lib turibdi-da. Buni ko'rsatib o'tamiz. Mana bunaqa nalishlik, devorli zazorni yopaveradi. 2 sm da itdandan shuvoq qilib yorilgandan ko'ra ko'p klientlar o'sha nalishni qo'yaveradi. Joy qochirib o'lchaymiz. Shuni hisobiga ko'pincha klient old qismidan zazor bo'lmasin deb nalishni qo'ydirishadi. Bu darvozamiz gruntovka holatda tayyor turibdi. Xudo xolasa buni ham ertaga sepishni boshlaymiz. Gruntovkalik 650 ming so'mdan chiqadi. Biz gruntovka mokreni o'zi bo'layotgan bo'lsa 5-6 sizlar urib beramiz, 600 ming so'mdan chiqadi. 600 ming so'mdan ha. Endi bu ham xarajat aka. Bu ham kraska, suv ketadi, stoskani отдельно pul oladi bunga. Mana endi pastkalar. Bular rasmlari qanday bo'lyapti? Pastga shuni ham bu ham. Boya ko'rsatib o'tganda eniga 5 metr, balandligi 3 metr. Mana shu uslubda chiqibdi, tepa qismlari bo'lmaydi. Va bu listlardan yana bittadan qo'shyapti eniga.
Ini kattaligi uchun. Eni kattaligi uchun. Buni ham rasmini qo'yamiz, xudo bu safar videoga. Bu ham endi qaytigi usuliga bo'lyapti. Shunday bo'ladi.